Voy, jigarlar, Real Madrid o'zini muxlislarini umuman zeriktirmaymiz deyapti-yu. Taqvim yana o'zgardi. Oka, bitta like bosing. Bilaman, podpiska bosmagansiz, rekizdan chiqayotgan bo'lsam, podpiska bosib qo'ying. Jigar, shunaqa ma'lumotlardan quruq qolmaysiz. Hozir yangi taqvimni sizlarga ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Qaranglar jigarlar, o'zi Real Madrid jamoamizning o'yini bugundan boshlandi. Ya'ni 24-iyuldan boshlandi. Alkaronga qarshi o'ynayapti. Faqat bu yopiq trenirovочный bazada Valdebesda bo'lib o'tyapti. Hech qanaqa translyatsiya olib berilmayapti. Bu o'yinni xohlasak ham jonli efirda olib bera olmaymiz Telegram kanalimizda, lekin undan keyingi bo'lib o'tadigan o'yinlarni jonli efirda ko'ramiz, xudo xohlasa. Qarab turinglar. 28-iyul kuni Leganesga qarshi, 1-avgust kuni Fiorentina klubiga qarshi va 8-avgust kuni mana bugun chiqarildi bu ham o'rtoqlik uchrashuvi Vengriyani Ferencvaros degan klubiga qarshi o'ynar ekan. Undan keyin bo'lsa Deportivo klubi bilan o'rtoqlik uchrashuvi 13-avgust kuni va 16-avgust kuni ham muzokaralar olib boryapti Germaniyani Schalke 04 klubi bilan o'ynash uchun. Agar bu ham o'xshasa 16-avgust kuni Schalke bilan o'rtoqlik uchrashuvini oxirgisini ko'ramiz. Undan keyin bu yog'i La Liga rasmiy o'yinlar boshlanadi. Xullas, jamoamiz Real Madridda naqd bitta, ikkita, uchta, to'rtta o'rtoqlik uchrashuvi kutib turibdi. Bu yoq mana Vengriya klubini ham qo'shganda 5 ta. Xullas, Schalke bilan hali bo'lishi unaqa aniq emas, muzokaralar olib borilyapti. Qolgan mana bu 4 ta sanagan klublarim hammasi bilan Real Madrid o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi jigarlar. Shunaqa ma'lumotlardan quruq qolmaslik uchun like bosib turinglar videoga, repost-strelka bosinglar-da, bu videoni realchilarga polniy jo'natinglar bolalar. Hamma bilib olsin, Real Madrid qachondan o'yin o'tkazishini hamma bilib olsin. Bugungi o'yinni ham translyatsiya qilgan bo'lardik, lekin bugungi o'yin yopiq tarzda o'tyapti. Jose Mourinho shu narsani xohlagan ekan, o'sha Valdebesda bo'lib o'tyapti. Hech qanaqa translyatsiya, kamerachilik kiritilmagan. Prosta shotda bilib olishimiz kerak o'yin tugagandan keyin. Xullas jigarlar, Real o'yinlarini iyuldan boshlab, avgustdan u yog'iga ketdi, birgalikda tomosha qilamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.